Davlatimiz rahbarining tegishli topshirig'iga asosan har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni sifatida belgilanishi munosabati bilan joylarda yoshlar bilan ochiq muloqotlar tashkil etilmoqda. Mazkur tashabbus doirasida kuni kecha Toshkent davlat tibbiyot universitetida rektor va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda universitet rektori professor Shuhrat Boymurodov, soha vakillari hamda talaba yoshlar ishtirok etishdi. Uchrashuv davomida talabalar tomonidan ta'lim sifati, ilmiy faoliyat, amaliyot jarayonlari, ijtimoiy sharoitlar hamda yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga doir qator masalalar ko'tarildi. Rektor tomonidan talaba yoshlarning fikr va takliflari diqqat bilan tinglanib, ularning muammolarini hal etish hamda tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash yuzasidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Mazkur uchrashuv yoshlar bilan ochiq muloqotni kuchaytirish, ularning fikrini eshitish va ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Toshkent davlat tibbiyot universitetida bu kabi uchrashuvlar yoshlarning muammo va takliflarini o'rganish hamda ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida muntazam ravishda tashkil etib boriladi.